Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi zinamizni vitallarni qo'yib, apalapkalarni biz bergan ekanmiz. Hozir qisqacha ma'lumot beramiz. Zina poyamizni eni 1 metrdan chiqayotgan, oyoq qo'ygan 30, tikkaligi 15 santimetrdan tushgan. Ziyodan tushish ikki tomonga tangida qilib berganmiz. Bu ustoykani o'rniga betonda arka qilib bersa ham bo'lardi. Uy egalariga mana shu ustoyka to'g'ri keldi. Ustoyka qo'yib ber deyishdi. Tepadan ko'rinishlari. Kimga shunaqa xizmatlarimizdan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarsizlar. Ishimiz O'zbekiston bo'yicha. Xudo xolasa rosa kачестволар zo'r chiqdi. Hektarga chiqishga yordam, aylantirib sug'urib. Aloqaga chiqarsizlar.